Loyiha Asakabank hamkorligida Xorazm viloyati Gurlon tumani Beshuy mahalla fuqarolar yig'inida 459-608 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga shol ekilgan. Maydon hajmi jami 13,5 gektar. Uzunligi 325 metr, eniga 270 metr. Ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish jarayonida. Ekinlar yetishtirish 168 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'tlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 39 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 0,34 gektar yer maydoni to'g'ri keladi. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 11 tonna, jami 148,5 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadini oshirish niyatidamiz.